katta orzularni kichkina shirinliklardan boshlaymiz. Kichkina shirinliklarni pishirish ham oson emas ekan, lekin katta orzularga erishasiz. Birinchi vaqtimiz tayyor bo'ldi. Endi buni sekin astalik bilan akvalarni ochamiz. Endi bu bananli vafli pishirig'imizni, shirinligimizni o'zimiz tayyorlaymiz. Qarang, boshladik. Bananli pishirig'imizni 3-etapiga o'tamiz. Ya'ni 3-etapi ustini suyu shokolad bilan bezab pishiramiz. Tez va ozgina daqiqada bananli hamda vafli pishirilligimiz tayyor bo'ldi. Juda ham delikatna va juda ham mazali. Bu asarti shirinligimiz albatta o'zimiz bilan olib ketish uchun, ya'ni saboy holatda tayyorlangan idish bilan birgalikda. Bu esa Chinor Food'ga tashrif buyurib, zalda nazarimni yo'qolganda iste'mol qiladigan, shu yerda iste'mol qiladigan shirinlik asarti. Ko'rganingiz barcha shirinliklar va mazali taomlar albatta bu Chinor Food'da edi. Demak, sizlarni har kuni Chinor Food'da qolamiz.